Bu darsimizda video hajmini kichiktirishni ko'rib chiqamiz. Bizga ushbu dastur kerak bo'ladi. Ushbu dasturga kiramiz. Kirganimizdan keyin faylni tanlaymiz. Videoni tanlab oldik. Endi bu tomondan biz o'zimizga mos format tanlab olamiz. Ko'rasizlar, o'zlaringizga mos format tanlaysizlar. Men shuni tanladim. Endi bundan qayerga saqlanib qilishimizni tanlab olamiz va nomini yozamiz. Nomini o'zlaring bironta nom yozasizlar va startga bosamiz. Bu mayt 100% o'zi to'ladi. 100% bo'lgancha kutib turamiz. O'zi to'lgandan keyin maytga finish degan yozuv chiqadi. Bo'lganidan keyin ushbu yozuv chiqadi. Endi qaranglar, biz hozir buni ko'ramiz. Buni hajmi 21. Buni hajmi-chi? Buniki 5. Ko'rdilaringmi? Bu hajmni kichiktirib berdi.